Leksimizi devamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaşlarım. Tönce kaçamlak. Yani Amerika'da yeni prezident Trump prezident olup saylanğandan keyinki tönce kaçamlak. Diplomatiya ve bexatarlik diyalogu nemiş ki Amerika bilen Cumhur'un talappuzda okşaşlık olmadı. Mavzulu haber 6. ayının 23. gün Doğu Torbeti ilan kılındı. Haber mındak başladı. Amerika Cumhuriyeti diplomatiya bexatarlik diyalogu 6. ayının 21. günü ahırlaştı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlokoti ve tellerison Davlat Mudofaa ministri James Mattis yig'indan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Davlat ishlokoti ve tellerison mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf Chavshan yadro qurollari masalasini muhokama qildi. Janubiy dengiz va zo'ravonlik qorishtirish qatorliq masalalarni muhokama qildi. Uningdan keyin Jungo Tashqi ishlar ministrligining to'r betida bu qatimqi dialogning amaliy ahvoli e'lon qilindi. Davlat ishlokoti va rakistildirsa mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi dialog unumli bo'ldi. Lekin Dobi to'r beti mushu xabarni e'lon qilg'icha Amerika Jungo ikki taraf har qanday natijalar talonini e'lon qilmadi. Xabarlarga asoslangan Jungo Davlat Mahkamasining a'zolari Yangjechi shtab boshlig'i Fang Pinghui matbuotlarning har qanday savoliga javob bermay yig'in maydonidan ayrildi. Ikki taraf birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inimi o'tkazmadi. Hamda o'rtaq hujjat tuzishdan voz kechdi. Fransiya xalqaro radiosidan 22 kuni mundaq ko'rsatdi. İki taraf ortak muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazmadi. Hamda natijalar talonimi e'lon qilmadi. Matbuotlar shuning diqqat qildiki, sobiq prezident Obama davrida Amerika Jungo strategiya va iqtisod suhbati bir necha hafta burun xabar qilinadi. Tafsiliy matbuot ushurlari bo'ladi. Yig'in ochilishdan burun bir necha hafta burun xabar qilinadi. Tafsiliy matbuot ushuri bo'ladi. Yig'inning jarayoni va muxbirlarni kutib olish yig'ini ochiladi. Selishtirganda bu qatim Amerika Jungo diplomatiya va bexatarlik dialogi yig'in ochilishiga bir kun qoldi. Ham yig'inning tafsiloti to'g'risida uchur e'lon qilishmadi. Prezident Trump hukumatining dag'dug'a qilmasligiga parazlarni paydo qildi. Amerika tarafining so'zlariga asoslanganda Chavshan yadro qurollari masalasi bu qatimqi dialogning muhimlarning ichidagi muhim masala. Bu masalada Amerika bilan Jungo o'rtasidagi ixtilof intayin ro'shan bo'ldi. Davlat ishlokoti va rakistildirson maydonni bayon qilgandan boshqa Chavshanning yo'l qo'yishi qandoq besim ishiltishni qayta sharhlaydi. Masalan, Jungo diplomatik mas'uliyat iqtisod va diplomatiya sohasida Chavshanga besim ishlatish. Yangjechi Chavshan yadro qurollari masalasi burunqi maydonni sharhladi. Ikki yo'lda bir menish. Ikki tarafdan qisqacha to'xtash. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy manevr qilishini to'xtatish, Chavshan yadro sinog'i olib berishini to'xtatish. Bu Jungoning taklifi ekan. Tashabbusni o'tirib qo'ydi. Amerikaning qabul qilishini umid qildi. Jungoning so'zligini shu bo'ldiki, Chavshan Amerika har ikki taraf yo'l qo'yish kerak deganini ta'kidladi. Janubiy Jungo dengizi masalasiga kelsak, davlat ishlokoti va rakistildirson Amerikaning maydonining o'zgarmaganligini ta'kidladi. Ammo Jungo taraf mundaq hisobladi. Huquq manfaatni qo'g'dashda tadbir qo'llanish huquqi bor. Jungoning huquq manfaatni qo'g'dashda tadbir qo'llanish huquqi bor. Tinch yo'l bilan masala hal qilish. Amerika Jungo har ikki taraf o'zining maydonini ko'rsatdi. Amerika Janubiy dengizda davomli erkin qatnashni yo'l qo'ydiganligini bildirdi. Jungo o'xshashli murassa qilmadi. Qurilish qilish kerak bo'lsa, Jungo Janubiy dengizda qurilish qiladi deb ko'rsatdi Jungo taraf. Uningdan boshqa Yangjechi Jungoning nazaricha o'zining bexatarligiga chetilgan sot sistemasi masalasi, Tibet masalasi va Tayvan masalasini tilga olib o'tdi. Demak, Yangjechi yuqoriqilarni tilga olib o'tdi.
Gerçi tunji qitimliq dialog Cungo Amerika o'tirisi ixtiloflarni oshkorlagan bo'lsa-mu, o'rtaq tunish kelish qiyin bo'lgan. Mundaq yuqori darajalikli dialoglashishning ahamiyati nima bo'ladi? Amerika bilan Cungoga nisbatan elib aytgan ixtilofdan saqlanqili bo'lmaydi. Lekin nuqtaliq tarafi shu ekanki, ixtiloflarni qanday tizginlash masalasidir. Vaziyatning taraqqiyotini qo'g'dash to'g'ri nishonga qarab qanday taraqqiy qildirish masalasidir. Prezident Trump Chavshanning yuqori darajalik rahbari Kim Jong Un bilan bevosita so'zlashishni bir qancha qatim bildirib o'tdi. Chavshan turmadan qo'yib bergan amerikalik o'quvchining vafot bo'lishi va Chavshan Amerika munosabatiga qanday ta'sir berishi mumkin? Chavshan yana bir qatim raketa motori sinab qildi. Endi bu bir xabar. Qit'alararo uchadigan raketa yasash tayyorlik qilgan bo'lishi mumkin mavzuli xabar 6-oyning 24-kuni Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xabarning avtori Anhua. Washington Chavshan yana bir qatim raketa motori sinab qildi. Amerikaning bir nafar amaldorining Reuters ko'rsatishicha, Amerika bu ishni Chavshan qit'alararo uchadigan raketa turlarini taraqqiy qildirishning bir qismi deb hisoblaydi. Amerika bu ishni deydi. Bu amaldor yana mundaq dedi. Motor sinab qilish 24 soat ichida elib berildi Chavshanda. Amerika bu sinoqqa baho berdi. Bu Chavshanning bu yil yurish raketa va motor sinaq qilishining yana bir qatimliq bu qatim sinaq qit'alararo uchadigan raketa motorini sinaq qilishning dastlab bosqichidir deb ko'rsatdi amerikalik bir nafar amaldor. Yana boshqa bir nafar Amerika amaldori Chavshanning bu sinig'i muqimlashtirdi. Bu qatim raketa motorini sinaq qilish bir kun burun e'lon qilindi. Amerikaning Washington shahrida o'tkazilgan Amerika Jungo yuqori darajaliklar dialogida Amerika Jungoga besim ishlatib, Jungoning Chavshanga texnik ko'p diplomatiya va iqtisodiy besim ishlatishini, Chavshanning yadro planini cheklashini talab qildi. Amerika amaldori garchi harbiy kuchni ishlatishga selishtirganda qattiq jazolashga yuzlanish tanlab olgan bir yo'l desimi, lekin Amerikaning prezidenti Trump allaqachon ogohlantirish berib, Chavshanning yadro qurollari sababli Amerika bilan Chavshanning nihoyat zo'r to'qinish ichiga kirib qolish mumkinligini ko'rsatdi.